Ko'pchilik akalarimiz so'ragan 17 ot kuchli benzinli satellitli motobloklarimiz yetib keldi. Hozirda sizlarga buni qisqacha ma'lumoti va sifatlari haqida gapirib o'tamiz. Xo'p, bo'lsam, u 17 ot kuchli motoblogimiz original Texha motoblogi bo'ladi. Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Motorlari 192 motor bilan jihozlangan statorli varianti bo'ladi, e'tibor berasizlar. Yoqilg'i to'ri benzin boklari 5 litr qilib ishlangan bo'ladi. Akkumulyatorlari ham katta ekan, akkumulyatordan qo'yilgan bo'ladi. Oldi tomonida juda ham chiroyli qilib ishlangan LED faralari mavjud. Xo'p, filtrlar ham maslinli filtr bo'ladi. Maslinli filtr qanaqa ishlashini traktor motoblok chakalarimiz juda ham yaxshi biladi. Balonlari katta, shirok 612 balon bo'ladi. Rollari uzun variantida. Skorlari oldiga ikkitadan, orqaga bittadan variant skorlari bo'ladi. Xo'p, satellit varianti. Satellit nima deganlar uchun? Xo'p, chap tomonda ruchkani pastdagisini bossiz, chap tomonga bemalol burilish imkoniyatini beradi. O'ng tomondagisini bossiz, o'ng tomonga. Xo'p, kalitga ham zavodiy oladi. Akalar yarimta bosganingizda zavodiy olib juda ham sifatli ishlab beradi. Arqa tomonlarida xo'p, qishloq xo'jaligi von mavjud. Bunga kartli sistemalar, rotorli kasilka, spet jatkalarni ulab foydalanishingiz mumkin bo'ladi akalar. Xo'p, arqa tomonida turgan universalniy pulugimiz ham sotiladi akalar. Xo'p, buni universalniy plug nima deganlar uchun, mana misol uchun chap balondizida turibdi. O'ng balondiziga. Chap tomonga, buni ham chap tomonga qilib ishlashingiz mumkin akalar. Istaganlar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Alohida ham sotilaveradi akalar. Xo'p, komplektida frezalar mavjud. 5 qatordan 10 qatorli bo'lgan qalin frezalar mavjud akalar. Xo'p, narxlarni aytmaymiz akalar, sababi narxlari kundan kunga tushib, ko'tarilib o'ynayapti akalar. Videoga aytib qo'ysak, qo'ng'iroq qilishga, aniqoga chiqishganda gaplarimiz to'g'ri kelmayapti akalar. Agarda kim xuddi shunday motoblok xarid qilmoqchi bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Arzon narxlarda qilib beramiz. Xo'p, endi bizning do'konimizga kelib, istalgan turdagi motoblokni xarid qilib olganingiz uchun sizga atiga katta aksiyaga tushadi akalar. Sizga tekinga bonuslar taqdim etamiz. Bonuslar nima ekan deganlar uchun, xo'p, bizning do'konda omadli baraban mavjud. Va aksiyaga tushish uchun nima qilish kerak deganlar uchun shu videoni shu joygacha ko'rdingiz. Bitta laykni bosib, kommentariyaga kirib omad so'zini yozib qo'yganingiz uchun mana shu do'konga kelib istalgan turdagi motoblok 7, 17, 13, 15 xarid qilganingizdan keyin mana shu barabarni sizga bitta aylantirish imkoniyatini beramiz. Shu barabarni bitta aylantirasiz. Mana shu yerda turgan 100 so'ldan oshiq balerka, dresh, rupavel, kuruch nabor, dori sejirgan apparat bo'ladimi? Shunda tekinga sizga olinadi, ishlatiladi, tekshiriladi. Shunda tekinga beriladi. 1 so'm pul qo'shilmaydi akalar. Videoga like bosib, kommentariyaga kirib omad yozib qo'yganingiz uchun. Manzil so'raganlar uchun manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Qishloq xo'jaligi texnikalarining optim bazasi bo'ladi akalar. Kimga nima kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Jonlaring sog' bo'lsin, keyingi videolarda ko'rishguncha.